Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun. Biz Oyjon bilan 2 soatlab gaplashib, stories ham qo'ymabman. Esimdan chiqib ketibdi. Yaxshimisizlar? Aytgancha mana Oyjonni o'zlarini videoga olib savol beryapman. Kecha videoga olganimda rosa yozib tashashibdi. Siz nimaga videoga olib turasiz? Yordam bermaysizmi Oyjoningizga? Xolajoningiz, Oyjoningiz ishlab yurishibdi. Go'mbalab pishirib, siz nimaga kelin bo'lib xizmat qilmaysiz deyishyapti. Bir nima deboring. Yaman gaplar, negatiflar yozmanglar. Menimcha qaynanalar yozadi buni ko'ribdi. Endi men o'zim maslahat berjak edim. Menda Instagram yo'q bo'lmasa chiqib aytjak edim. Yoshlar o'z holina qo'yish kerak. Ovqat bilan, yog'isi bilan yurib, hozir zamon unday emas. Men sahirman, kam harakatman. Ishim ko'rasan, taksida boraman, taksida kelaman, harakatim yo'q. Meni hobbim ovqat pishirish. 3 ta dugonam kelsa, 3'sine 3 xil ovqat pishirardim. Birisi birinchi yer, birisi ham. Men 3'sini men o'zimning hobbim shu. Eng yaxshi ko'rgan narsam xarajat atikab xolodilnik to'ldirib qo'yish bilan ovqat pishirish. Shuning uchun hammang mehmon bo'lib kelinglar. Men Feruza bo'lsam, bo'lmasam 3 xil ovqat pishiramiz biz kunda. Sizlar ham kelinglar undan ko'ringlar Oyjon. Feruza o'rganjak bo'ladi. Oyjon go'mma pishiring, boshqa yana bir narsada. Buni eri diyeta yedish uchun o'rganganning foydasi yo'q. O'zimiz yaxshi ko'rib, o'zlarimiz xohlab qilamiz. O'zi Feruzani men kutib o'tiraman, uni pishirib beraman, buni pishirib beraman deb negativ yozmanglar. Endi Feruza negativga e'tibor ham bermaydigan bo'lganda, menga ko'rsatadi, Oyjon buni qarang deb. Endi menda Instagram yo'q, menga farqi yo'q. Lekin galilari ozgina imkon beringlar. O'zlari uchun yashasınlar, qisqa umr, mazzaklib yashasın. Eri bilan baxtli bo'lsa bo'ldi, boshqa hech narsa kerakmaydi. Tinch yashasalar bo'ldi.